Salam chet eldagi barliq qarindoshlar. Men bugun bu 1000 soatlik Uyg'urcha ochiq ovoz sondini qurish projektiga qanday yordam qilish to'g'riliq bir video ishlagan. O videoga toza tayyorlik qilmay chiqib ekanman, toza obdan bo'lmay qoldi. Oraliqda kamera yo'q, ovoz chiqmaydi degandek. Shuni men qayta qilyapman. Buni sal chaqara qilaman. Qisqaroq bo'ladi, ammo sal yashar tushundirman deb o'ylayman bu qatim. Oldi bilan tilim chekit.org degan tor betga kiringlar. Men ko'rsatyapman. Tilim chekit.org degan tor betga kirsanglar, bu proyektning ismi bor edi. 1000 soatlik Uyg'urcha ochiq ovoz sondini qurish projekti deb. Buni cheksak, shu mazmunga kiramiz, proyektning mazmuniga. Bunun bir yerde bir torbetin ki adresi var mıydı? O torbetin ismi varmış. Yani çeksek resmi torbeti açıldı. Bu yerde iki kişinin kıgıl oldu iken. Birisi sözleş, yani birisi anlaş. İkisinin kanı kısak buldu. Bu projektin kimmiş? İki asaslık vazifesi var ben degendek. Şuna sizlerge ayrımarım kösüp kıyay. Aldı bilen sözley degenini tallay. Sözleydigenge mani tallaydiganmiz. Söyleydigan yerda mikrofonning rasmi bor, knopkasi bor ekan. Anlaydigan yerda unalg'ini qo'ydigan knopka bor ekan yerda. Shunga ikisidan birini bossak bo'ladi. So'zlaydiganga mikrofonning knopkasini bossak, yerda biz o'qiydigan jumla chiqadi ekan. Yerda bir jumla chiqdi hozir. Buni o'qish uchun oldi bilan bu mikrofonning knopkasini besib, Andikin cümleni o'qib bo'lgan vaqtida shu mikrofondagi rasm bor yerga unalg'ini to'xtatish knopkasiga o'xshash bir knopka chiqadi ekan, shuni besish kerak. Shunga bir 3 qadam bor. Ismingizni qilib qolsin, oldi bilan mikrofonni bosamiz, undan keyin jumlani o'qiymiz, undan keyin unalg'ini to'xtatadigan knopkani bosamiz. Ashta qilsak, bir jumlani o'qib bo'lgan bo'lamiz. Obatdan biz o'qimay qolgan bir narsa, biz 5 cümleni o'qigandan keyin, ondan keyin o'qigan mazmunni yo'llaydigan tanlash chiqadi ekan, 5 cümle. Shunga 5 cümleden kam deganda 5 cümle o'qisak bo'ladi ekan. Unda azib qasib bo'lmay ekan. Shunga men sizlarga ko'rsatayman hozir. Buni rasmiy ovozga ilishdan burun bir qatim o'qiyotganimiz yaxshi. Men tunishib olmasak xato o'qib qolamiz endi. Masalan, bu cümle erimning muloyim salmoq xarakteridan nurg'un nafga erishdim deydi. Unda xosas o'qiyman, o'qishdan burun mikrofonni bosaman. Erimning muloyim salmoq xarakteridan nurg'un nafga erishdim. 3 qadam bo'yicha qildim, mikrofonni bosdim, o'qidim, undan keyin to'xtatadigan knopkani bosdim. Muhim qadamlar shu bu yerda o'rganib olgan narsa. Hozir ikkinchi jumla chiqdi. Buni rasmiy ovozni elishdan burun bir qatim o'qitib, mashq qilib olay. Uning ballari shundoq avrishimki, kimga to'lg'inib qarab qo'ysa, shuning havisi qo'zg'aladi. Debdi. Unda bo'lsa buni o'qishdan burun o'qish uchun mikrofon knopkasini bosaman. Onun bellari şundaq avrishimki, kimga to'lg'inib qarab qo'ysa, shuning havisi qo'zg'aladi. Demak, 2 jumla o'qib bo'ldim. Endi 3-siga keldim. Bu qani? Xotirlash pek uzun bo'lib qoldi deydi. Buni qayta o'qimasak olmaydi ekan. Shunga yerda o'yinga elishni başla. Bunu qayta alay. Ma ikinci cümleni qabul qilmabdi. Bak uzun bo'lib qoldi debdi. O'zim uda o'qiyamagan haqiqatan qayta qilaymani. Uning ballari shundaq avrishimki, kimga to'lg'inib qarab qo'ysa, shuning havisi qo'zg'aladi. Endi 3-cümle cümle chiqdi. Bunu o'xshashdan oldi bilan mikrofonni bosaman, undan keyin o'qiyman, undan keyin to'xtatish knopkasini bosaman. 3-cümle cümle albatta mutlaq ko'pchilik odamlar ashundoq yashaydi. Nasıl başladım?
Albatta, mutlaq ko'pchilik odamlar ashundoq yashaydi. Shunday qilib 3 jumla tugadi. To'rtinchisi Osiya texchilar uxlamagan qizlarining yeniga kirdi. Osiya texchilar uxlamagan qizlarining yeniga kirdi. Nasıl başlay? Osiya texchilar uxlamagan qizlarining yeniga kirdi. Buni qabul qildi. 4 jumla bo'ldi. Endi 5-chi jumlaga keldim. Deydi, erkin derazadan ko'rinib turgan umoq bolaga qarg'inicha kulib ketdi. Men mashq oldim, endi rasm o'qay. Erkin derazadan ko'rinib turgan umoq bolaga qarg'inicha kulib ketdi. Shunda qilib jami 5 jumlani o'qib oldim. Endi 5 jumla o'qib bo'lgan vaqtida mana miyaga yo'lla degan gap chiqadi ekan. Abatdan bu chiqmaganti. Bu narsa qilish usuli mundaq ekan, men ko'sibga yo'lla degan ma'vo sol tarafdagi mundarjidek narsaniki ostiga chiqadi ekan bu. Shu yer orqali shu yerni 5 orqali yo'llar ekanmiz. Buni yo'lashdan burun bir anglab boqayli. Bo'ptimi, bo'lmabdimi? Birinchisidan boshlay. Yerimning muloyim, salmoq xarakteridan nurg'un nafga erishdim. Endi ikkinchisi anglab boqay. Uning ballari shunda avrishinki, kimga to'lg'inib qarab qo'ysa, shuning havasi qo'zg'aladi. Endi uchinchisi anglab boqay. Albatta, mutlaq ko'pchilik odamlar ashundoq yashaydi. Endi to'rtinchisini anglab boqay. Osiya texchilar uxlamagan qizlarining yeniga kirdi. Endi 5-chisini anglab boqay. Erkin derazadan ko'rinib turgan umoq bolaga qarg'inicha kulib ketdi. Menimcha bo'pti. Agar yaxshi bo'lmagan bo'lsa, boshqalar tasdiqlagan vaqtida qabul qilmaslar bo'ladi. Hozir yo'llar deganni bosay endi. Shunda qilib bu yo'lni bo'ldi. Endi abatdan biz so'zlar deganni qildik, endi anglay deganni qilib boqayli. Anglay degannikini tanladim yuqoridan. Hozir mana bir jumla chiqdi. Andikin yerda quyish knopkasi bor ekan. Xuddi unalg'onniki quyish knopkasiga o'xshash. Buni bossaq, ma'ni boshqa o'qigan ovoz chiqadi. Uni biz qabul qilmadik, shuni qilsak bo'ldi ekan. Hozir qilib boqayli. Mana qo'yib boqayman. Yer shari va boshqa sayyoralarning hammasi quyoshni aylanib harakat qiladi. Menimcha bu bo'pti. Shunga men yerda bo'ladi deganni tanlamoqchi. Ma tarafda bo'lmaydi degani bor ekan, men yerda bo'ladi degani bor ekan. Menimcha ma bo'ladi ekan, shunga bo'ladi deganni tanlay. Endi ikkinchi jumla chiqdi. Buni qo'yib anglab boqayli. Xonning qizi cho'mish tutsa, qo'zi qapiribdi. Menimcha bu bo'ldi ekan, shunga bunga bo'ladi deganni tanlay. Yana birini qo'yib boqayli. Taraqqiy qilgan davlatlar mablag' jihatda qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin. Menimcha bu bo'ldi ekan, shunga buni qabul qilib o'tay. Demak, bu hozir bu yerda 5ni anglasak bo'lgandek. Hozir to'xtay desam, ayda 4-gapda bu 5ni anglab o'tayli. Bu yerda anlagan chog'da 5ni anglasak bo'lgan o'xshaydi. Mana bu darajada 5 chiqibdi, 3ni anglab bo'ldik. 4-sini qo'yay hozir. Xotining aqlliqkan. Bir yoqdan ishlagach, bir yoqdan seni ko'zitib turadi ekan. Buning o'mi bo'ludini tanlayman men. Endi 5-siga keldik, 5-ni qo'yib boqay. Uning bu harakati tilovat qilayotgan kishilarni hayron qoldirdi. Men uchun bu bo'ldi ekan, buning bo'ludini tanlay. Demak, hozir men 5 jumlani ovozga oldim, 5 jumlani anglab tasdiqladim. Ya'ni 5 jumlani so'zladim, 5 jumlani angladim. Ashta qilib bir mashg'ulot bo'ldi. Bu yerda kam deganda 5ni qilish kerak ekan. Qarag'anchada har bir guruhda 5ni qilish kerak bo'lishi mumkin. Men undan chiqib boqmadim, ammo mushlansa ko'sib qo'ydim. Shunga bu ishni qilishda qiynayotgan qarindoshlar shundan foydalansa bo'ladi. Ma'qul emas, xo'sh xudoga omonat.